Xo'sh, maktab ham boshlab oldi. Bolalar ham hangamadaga. Xo'p, mayli. Assalomu alaykum ustoz. Bugun biroz kech qolibman-da. Kech qolmangiz basharang qursin. Xo'p, baqirmasangiz bo'ldi. Kel, Doniyor. Tezroq kel. Kech qoldim yana. Bugungi soat nima? Bilmasam, xarob. Xo'rlangan bola. Matematika kubi. Xo'p, baqirmanga shunchaki. Matematikadan kara ayting. Kara 100 kara 100 nechi bo'ladi? 10,000. Oson berdim desanglar. Baqirmang deyapman men sizga. Seni boshing nima? Xo'p. Kulmanglarchi. Kulma deyapman Behruz. Xo'p. Shahinur, men senga kulma deyapman. Kulmanglar ey. O'chiringlar ey. Matematika. Savol javob qilaman men sizlar bilan. Kulma deyapman Shahinur. Baqirmang. Seni boshing beradi. Xo'p. Sizlarga savol. 10 ni ko'paytirib 10 ga qo'shgan 20 ni ayirgan 90 ni javobi 120 30. Sen padaringga eshak umuman yaxshi o'qirsan ekanda. Baqirmang deyapman. Seni boshing bo'lsin. Xo'p. Yig'ishtir matematikani. Xo'p. Ona tilini ol hammang. Xo'p. Ona tili. Mendan boshqa bitta ustoz gapiryapti. Ona tilidan savol javob qilasizmi yana? Savol javob qilaman. Ot deb nimaga aytiladi? Ot deb kim? Ot deb kim, nima, qayer so'roqlarga javob bo'ladi. Nima deyapsan padaringga eshak? Nimaga Xo'p. Mayli. Ovozingni o'chir. Men nima qilyapman? Balo qilyapsan. Xo'p. Ona tili. Ona tilidan nima qilamiz? Yoz. 67-mashq 7075-mavzu. Yozinglar hammang. Fe'lning ma'nolari ekan. Qanaqa fe'l ma'nolari yaxshilab o'qi. Fe'l so'z turkumi ekan. Bugun shuni o'tamiz. Sizlarga
Tarbiya ham kirmaydi. Ona til tugadi. Uyga vazifa. Qoidani yodlab kelasizlar. Ustoz, soat yetib bordim. Tashqariga chiqib kelay. Tez bo'l. Xo'ringlar bo'lgur. Xo'p. Bolalar hali kelmabdi. Qayoqqa qochyapsan, padaringga eshak? Men soat yetib bordim. Mana shuni anaqa qilib kelay. Tez bo'l. Bo'pti. Voy, qulog'im. Bo'kiraverib o'ldirdik odamni. Bo'ldi. Kiramiz endi. Keldim ustoz. Tez bo'l. Rakminaga kim tushdi? Padaringga eshaklardi. Biz bilmadik ustoz. Kim tushgan bo'lsa ham ko'zini yoraman hozir. Xo'p. Bu yerda hammasi bo'kiradi. Nima debsan, xoromi? Hech bala. Kulmay shot yana baqiradi. Nima deyapsizlar? Hech bala. Tarbiyani olaring. Tarbiya oldik. Uyga vazifaga kim chiqadi? Men hozir bandmanda. Yozib oling. Kim chiqadi deb so'rayapman. Hammaga 2 bostirma hozir. Siz bostiravering, bizga ochilmagan-ku. Nima debsan? Hech bala, ustoz. Ovozingni o'chiring. Xo'p. Yordamimiz qilsin. Shu tarbiyani olib kelganmisan? Olib kelganimni hozir o'qib chiqardi. Senga o'xshab o'tirmasdan. Unda men favqulodda qo'ng'iroqqa chiqaveray. Ustoz, men chiqay. Chiq tez. Favqulodda qo'ng'iroq. Bir kuni Aziz bilan Akmal ko'chada yuruvdi. Keyin qayerdadir tutun chiqdi. Keyin Aziz aytdi. Akmal tez pajarniga telefon qilay debdi. Keyin Aziz aytibdi. Akmal aytibdi. Qo'ysangchi, biz chaqirganimizda kelmagan debdi. Yo, telefon qilaveray debdi Aziz. Keyin tez unda qilsang qil debdi Akmal. Keyin qiptidagini nima? Keyin favqulodda pajarnilar keldi. Pajarnilar keldi. Olovni o'chirib ketdi. Aytsa bo'larmikin? Bo'larkan, ustoz. O'tir qilmang. Bitta Doniyor aytib berdi-ey. Ollaring hammang tabiiy fanni. Xo'p. Tabiiy fanda mavzu nima edi, aytor? Mavzu olov qanday yonadi ekan? Kim chiqadi? Ustoz, bu safar hech kim chiqmasa kerak. Ovozingni o'chir. Ustoz, yomg'ir yog'ardi-ku. Ketmaymizmi uyga? Ertalab ham bo'ladi. Qalmas, bu oxirgi soat ketasizlar. O'zi oxirgi soat.
Asta-asta sumkalaringni yig'ishtir-da, tur qura qanday. Bo'pti.